O yerdiken bir neçə gün bo'ldi. Her gün özü yalğız kelyaptı. Enis qo'lsalayli, baldura tutib xo'jayin gapirib bermamdi. Boşuna gap qil. Men atrofga qarab baqay. Bexatarlik birinchi. Qandaq bexatarmikan? Aldırma çataq chiqib qolmasin. Enis men uxlag'ach turay. Endi o çataq chiqmasa. Hamakat, oyg'on, hamakat. Hamakat, tunjuk qilmagan sen, ha? Dinozavcha. Bir hakikaten maqsadimga yetmasangmi, yana keldingmi? Maqsadimga yetmagachga kelamanda. Hamakat. Şu qo'ruqimiz roketa qo'yib beribdi-da. O, buyliq qarmoq aylandi. Qaraganda shikinlamab ketqazadigan o'xshamamsizlar. O'ylimga yadin yana dinozavrcha uchrab qoldi. Nechta bo'ldi? Doktor xo'jayin, bu ularning 25-chi qitim mag'lub bo'lishi. 26-chi qitimi mag'lub bo'lmoqchimi? Albatta, 25dan keyin 26 keladi, 26dan keyin 27 keladi. Xo'jayin, buni belgichiligim bor. 27dan keyin 28 keladi. Yo'qol! Ma'qul xo'jayin. 27dan keyin 28 keladi-ku. Yo'qol! Rahmat xo'jayin. Xo'jayin, men nimani xato qildim? Nimani xato qilganingni chiqib yaxshi o'ylash. O endi toshqanni qachon tutib kelasizlar, ha? Xo'jayin, kelar qitim. Men va'da qilay. Kelar qitim u ahmoq toshqani cho'qib tutib kelaman. Ma'qul, bir qitimni fursat beraman. Bu men 3 kech kunduz o'ylab topgan chora. O ahmoq toshqani tutib kelsanglar, uni nasbaskur qo'ruqqa almashtiramiz. U ahmoq shuncha pulga yalamdi. Bihe xafa bo'lib qolgandek turdi. O'z yolg'iz beliq tutishga amaraqkan biz kelsak cho'qim xafa bo'lib qoldi. O'tqa shakam Bihe qaranglar degan. Bihini xatarga uchrashidan ansiraydi ekan. Beliq tutsa nim bo'lmoqchi edi. Bihe suv izlamaydigan tursa. Quzg'una yamoqchilarning parakandichilik selayotganiga 20 necha qatam bo'pti. Bihini deb keladi ekan. Bihe'ga deb qo'yayli, u sirtqa chiqmasin. O'tqash bilan dinozavr palvon Bihe'ga ehtiyot qil debdi, lekin Bihe ishonmabdi. Bo'lmabdi. Men berib Bihe'ga dey. Bihe, quzg'unning yaloqchilari. Bihe. Bihe doim hech kimning gapini anglamaydi ekan. Bo'ptilar, biz uning hamrohi bo'laylik. Qarmoq bo'lmasa beliqni qanday tutamiz? Bihening bexatarligi uchun beliq tutayotgandek turibmandiq. Men u beliq tutishga bakrak ting'ilimi bo'lmagan. Apla, o ahmoqning endi toshqanlar barkan emasmi? Bu qitim gapingga kiraysan, nima desang shu? Endi aqlingni topdim. Ilgari gapimga kirgan bo'lsang, burilib tutib olgan bo'ladi. Bo'ladi, degina qanday qilamiz? Bu bizning oxirgi fursatimiz. U ahmoqni yana tutamasak, xo'jayinimiz terimizni ta'tir so'ymay qo'ymaydi. Bu qitim bo'linib harakat qilaylik. Sen uning amralarini aldab ipket, men u ahmoqni tutay. Shunday qilaylik. Amaqa deyib ketdi. Amaqa deyib, yana chatoq terg'il keldimi? Uning men taqobil turay yo'qa. Bu qitim chatoq terg'ili kelmadim. Chatoq terg'il kelmasang yaxshi ish qilgil keldingmi? Rost gapni desam, sizlarni behidan ayirib keldim. Behidan ayirib etamsan, amsi maqsadga yetibsan. Qaytib
Şu emasmi? Xo'sh. Meni ko'ribdi-da. Nega qochsizlar? Hamaqadek, adibimni yemaydi, sen bu yerga ketib ol. Kim adibini yeydigan? Qani ko'ramiz. Qizini undirganga to'ydirmaydigan bo'lsam. Hey, Toshqon palvon, men. Voy, öcüp züyrüktüm. Toshqon palvon, birga o'ynaylik. Senden züyrüktüm dedim-ku. Endi karametimniki. Buyruqlarni qo'chirib Hamaqadek bu yerda. Hamaqadek, texi jo'shingni topmadingmi? Dinozavrchaq bo'lsa hammanglar kelinglar. Senden herkes qo'rqib qolmayman. Toshqon yordamga kelsimi qo'rqmayman. Men bu qitim sen bilan urush qila emas, sizlarni behidan ayirib o'tish uchun keldim. Yaxshi, Shadliq qo'riqining to'r bekitini ularga o ahmoqning qo'limizda ekanligini tezda. Behi hozir bizning qo'limizda. Uni hayot qolsin desanglar, bizga Shadliq qo'riqini beringlar. Gipi cho'ng'u, dinozavrcha o'xshamabdi. Bilgan bo'lsanglar, quruqyatni oz qilib, Shadliq qo'riqini bizga beringlar. Bo'lmasa oqibat o'zinglar javob ber. Yaxshi dedim, tunji qitim o'rinliq gap qildim. Men xat berishni bilaman. Mening bu yerda turg'im yo'q. Meni o'tqoch tez kelib ketsin. Xo'jayin. O ahmoq o'zi deysan. So'ngni chiqitim deyman. Mening ismim ahmoq emas. Behi, esingda tutolmaydi ekansan. Kallang bormi yo'q sening? Behi, xo'jayinimiz senga bek ko'ngil bo'ldi. Esingda. Uni xat berish shirtining astaligini. O'tqoch meni qutqizib ol. Behi bek aqlli ekan. Yaxshi dedim. Bir beliq osmonda uchyotdi. Bu nima degani? Bir beliq osmonda uchyotdi. Bu nima degani-du? Yaxshi qilding, Behi. Bir qora ayiq chivinnikini qanti bilan uchar kemini qo'g'layman deb ishtiniga siyvatdi. Nima qariya chivinnikida? Qara ayiq ishtiniga siyvatdi. Bir mushuk, bir it, bir chivin, bir kepinak, yana bir chumula. O marisi kelganmidi? Qo'ysi qo'ytirishkuni av ang cho'ngi. Bek beyzi bo'ldi. Nemish bo'ldi? Dinozavr polvon mushunda qilsang ular seni qo'yib etadi degan. Meni qo'yib etmasanglar, butun tog' u Kelson tez opirib qo'yinglar. Bek beyzi bo'ladi ekan. Yana o'ynag'im bor. Dinozavr polvon, sen bu besh ikimiz o'tirsidagi maxfiyatlik. Senga desam bo'lmaydi. Hamaqat ayiq bilarman chashqan kompyuterni qayta